Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir e'tibor qaratinglar, mana yuqoriga ko'taraman kamerani. Umuman boshqa rangga kirdi. 200 ming. Mana pastga tushiraman. Umuman boshqa rang. Bu sun'iy gazonimiz mana xiznalarga solish uchun, bolalar bog'chasiga solish uchun va xullas uyda hamma ro'zg'or mahsulotlari uchun, ya'ni oyoq ostiga solish uchun ishlatiladi. Hozir undan 10 metr uchilyapmiz. 200 ming. Ko'rishlaring mumkin mana. Bu tarafga o'tdim, umuman boshqa rangda. Bu tarafga o'tdim, umuman boshqa rangda. Mana endi bu tarafga o'tdim, umuman boshqacha tovlanadi. Xullas buni kir bo'lsa, usti chang bo'lsa, loy bo'lsa, yuvsa bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, sun'iy gazonimiz mana zinalarga, xullas uylarga, bog'chalarga, o'yingohlarga hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Rulonda eni 2 metr, 25 metr bo'ladi. Ya'ni bu degani 50 kvadrat bo'ladi. Agarda joyingiz kichikroq bo'lsa, mana bu yerda kesilganlari ham bor. Mana 1.35 ligi bor, mana hatto 50 santimetrligi ham bor. Istalgan razmerda kesib beramiz. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Manzilimiz Marg'ilon shahar Kombinat bozorida joylashgan. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berish xizmati pullik hisoblanadi do'stlar. Yuqoriroq kadrni olaylik. Mana ko'rasizlar do'stlar.